Bolla direktor. Alaykum assalom. Rahmat, o'tiringlar. Suvanov, Ne'matjonov, Jumanazarov, tururini uchilang. Kecha ishga qilganlar shularmi? Ha, shular. Xo'p. Xullas darsni o'zim o'taman. Bugun darsimiz vijdon. Ha, Suvanov. Senda vijdon bormi? Ha, bor ustoz. Ha, yo'q, bor degan. Dalini oldilariga o'tdim. Qariyapmanmi, charchab qolyapman. Mayli, yana ozroq ishlab tursam bo'ldi. Jumanazarov, qancha? Sen ham vijdonlimisan? Ha, ustoz, hamma vijdonmanda-yu. To'g'rimi? Demak, hamma vijdon senda. Dalini ishxonasiga hech borganmisan? Hamma umidim mana shu o'g'limdan. Orzularimni ro'yobga chiqaradi o'g'lim. Ne'matjonov. To'xta. Sani vijdoningni o'zim aytaman. O'g'limni yolg'iz boshim bilan katta qilyapman. Ulg'ayganda mehnatlarimni rohatini ko'raman. Senlar darsdan qochib o'qimay yurarsalaring, ota-onalaring yaxshi yashayman orzusi bilan bu dunyodan o'tib ketadi. Eslaringdan chiqmasin. Ota-onasini boqolmaydigan erkakni erkakman deyishga haqqi yo'q. Mana, eshik ochiq. Xohlasang darsdan qochib ket. Bu yog'i vijdoningga havola.